Qariyalarni ko'nglini olishni xohlasangiz, ularga sog'ligi uchun kerakli bo'lgan vitamin dorilarni olib berishingiz kerak. Biz ham shu uchun qaynonamiz bilan Koreyadagi eng optim dorilarni juda ham arzon sotadigan Koreyadagi eng katta aptekaga yo'l oldik. Seulda joylashgan bo'lib, 1,5 soatlik yo'l ekan. Shuning uchun qaynonam bilan yo'l oldik. Bu aptekada hamma narxlar boshqa aptekalarga qaraganda yarim narxda ekan. Undan ham arzonlari bor. Qaynonamning shilapalariga qaranglar, voydod. Sho'rtkchalar kiyib olib, qo'llar belda aylanib yuribdilar, o'zlariga kerak bo'ladigan dorilarni olish uchun. Bu joyda hayvonlar uchun ham ajratilgan dorilar, bolajonlar va kattalar uchun ham ajratilgan dorilar bor. Shuning uchun men Ranaxonga, Yuxiga отдельно dorilarni ko'rdim, lekin ba'zi bir dorilari oddiy aptekalardan ko'ra biroz qimmatrog'i ham bor, lekin 80% bu yerdagi dorilar ancha arzon va hamyonbop. Shuning uchun ham bu yerdan anchagina dorilarni olib oldik. Ayniqsa omega 3 juda ham arzon ekan. Oddiy aptekalarga qaraganda 3-4 barobar arzonligi uchun bir dunyo sotib oldim. Ayniqsa juda ham foydali, vitamin D largacha barcha vitaminlar bor. Koreyada sog'liqni asrash uchun kasal bo'lishni kutib turishmaydi. Kasallikni oldini olish uchun oldindan barcha vitaminlar, sog'liq uchun kerakli bo'lgan vitaminlarni oldindan yeb yurishadi. Bu sog'liqqa foyda bo'lsa foyda, hech qachon zarar emas. Odam juda ham ko'p, shuning uchun ham 1 soat uchratda turdik hisob-kitob qilishimiz uchun. Bahonada onajonim, dadajonimga ham har xil vitaminlar olib oldim. Ranaxon ham aradan chiqdi, ko'rib turibsizlar, qo'liga tegmay